Remont yorib yuborishibdi. Zodaga odamlar remont qilgandan keyin bor-ku, devorning bir qismiga mana shunaqa toshdan dekoratsiya qilishyapti. Balon pul turadi, bilasiz, lekin aynan mana shu tosh emas. Bu yengillik oynadan keramический kraskada print qilingan tosh bilan, o'sha Onyx bilan deyarli qarang, birga bir orqadan освещение bersa, shunaqangi chiroyli ko'rinar ekan. Eng qizig'i bu shu toshga nisbatan отtenкасы ancha kuchli ekan. Oddiy kraska deb o'ylamang, keramический kraska, даже oynaning orqa tomonidan qirsa ham qirilmaydi. 15-20 yil kamida garantiya beriladi. Qarang, uyni har xil qismiga shunaqa qilib qo'ysangiz, rostagasin premium dizayndagi uyga aylanar ekan. Qarang, katta zalni ham bitta devorini aynan shunaqa ko'rinishda qilishgan ekan. Shunaqangi uyingizni luxury ko'rinishga olib kelar ekan. Eng qizig'i bu imzo kompaniyada ishlab chiqariladi. O'rnatib berishar aynan shu narx ichida 6 metrgacha balonlikda yasab berishar ekan. Toshga nisbatan 2-3 barobar arzon, lekin ko'rinishini o'zingiz ko'ryapsiz-ku. Xo'rosim, nafaqat ofislarga, do'kon, uy, restoraningiz ham aynan shu narsadan qo'ysa shu darajada chiroyli turar ekan. O'zingiz baho bering. Qarang, 10 ming xildan oshiq ratsvetkasi bor ekan. Siz xohlagan dizayningizni qilib berishar ekan. Bitta showroomga o'zingiz kelib, ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'lar ekanda. Imzo showroomidagi Inartga kelaverasizlar jigar. Profilini ham qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, yana batafsil narx-navosini hisoblab berishadi. Mana qarang xilini. Voy,